Yastuk tanlashga qiynalayotganlarga mana shu yastukni ko'rib o'qishni bitta tavsiya qilamiz. Buni ichi chuqur, imminni boshingiz tushish uchun xavotir olmanglar, mana bungacha yetib bormaydi. Hamda mana bu bo'yin tomoni. Bo'yin tomoni shunaqa joylashganki, xitoyliklar yaramasdi, mana shuni o'ylab topganiga. Bo'yningizga tegib turadi-da, sizga mana chuqur bo'lganiga shunaqa qulay uxlaysiz tepaga qarab yotganingizda. Agar yo'q, menga yonmachasi yotaman desangiz ham, yuzingizni shundoq qo'yasiz, ikkita qo'lingizni mana bunga bundoq ichi chuqurlashgan. Shundoq tiqas bo'ldi. Bundan zo'r yastuk yo'q. Mazza qilasizlar, bor-ku, qattiq, lekin shu bilan birga mana boshingizni formasini qaytaradi. Ko'ryapsizmi? Mana qarang, qanaqa itarib chiqaryapti. Вообще dodda xo'ja yastuk. Buning bunaqa yastuklarni 60-70 dollar sotishardi. Lekin aynan bizada mana shu yastuklarni sizlarga 35 dollar qilib qo'ydik-ku. Olmasanglar bo'lmaydi. Buni har xil ranglari bor. Usti materiali xaladoq, qizdirib yormaydi. Yumshoqqina maza qilib uxlaysizlar. Oddiy nalichka ham tushadi bunga.